javoblarini aytishda davom etamiz. O'tgan videomizda traktorni prava kategoriya B ni 1-dan 4-beletgacha to'g'ri javoblarini aytib o'tgandim. Bugun 5, 6, 7 va 8-beletlarni to'g'ri javoblarini aytib o'taman. Agar siz ham traktorni prava kategoriya B ga topshirgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshladim. Kategoriya B 5-beletni to'g'ri javoblari. 5-belet birinchi savol to'g'ri javobi. Bunga qisqacha izoh berib o'tib ketay. Qarang. Eng kichik yosh, ya'ni kategoriya B olish uchun samoxodni texnikani eng kichik yoshni ko'rsating deyapti. Bu yerda ko'rganingizdek 16, 17, 18, 19 yoshlar ko'rsatilgan. Bu yerda to'g'ri javob esa ikkinchisi, ya'ni 17 yoshdan kategoriya B ni bemalol olishingiz mumkin. Ikkinchi savolga to'g'ri javob bu uchinchisi. Uchinchi savolga to'g'ri javob mana shunga ham qisqacha izoh beray. Ya'ni traktor ko'ryapsiz, podyomniklar tushyapti. Shunda nima qilish kerak? Bu yerda to'g'ri javob ikkinchisi, ya'ni выключить несущую передачу. To'rtinchi savolga to'g'ri javob 5-chisi. 5-chisini to'g'ri javob ikkinchisi. 6-chi savolda to'g'ri javob buni ham ikkinchisi. 7-chi savolga to'g'ri javob birinchisi. 8-chi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Azizlarim, ko'rganingizdek tez aytib o'tib ketyapman, har biriga izoh bermayapman. Agar har biriga izoh berayotgan bo'lsam, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. Shu sababdan mana ko'rib turganingizdek kategoriya B belet 5-chi ekzamen izdan bo'lib chiqdi. Ana endi kategoriya B ni 6-belet to'g'ri javoblariga o'tamiz. 6-belet birinchi savol to'g'ri javob ikkinchisi. Ikkinchi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Uchinchi savolga to'g'ri javob ikkinchisi. 4-chi savolga to'g'ri javob ikkinchisi. 5-chi savolga to'g'ri javob bu ham ikkinchisi. 6-chi savolga to'g'ri javob ikkinchisi. 7-chi savolga to'g'ri javob uchinchisi va 8-chi savolga to'g'ri javob bu ham uchinchisi. Xo'p, har doimgidek qisqacha reklama bo'ladi ilovada. Uni o'tkazib yuboramiz va davom etamiz. Ko'rib turganingizdek ekzamen izdan bo'lib chiqdi. Yana nachaloni ustiga bosamiz va kategoriya B ga kirib 7-beletni to'g'ri javoblarini boshlaymiz. 7-belet birinchi savolga to'g'ri javob ikkinchisi. Ikkinchi savolga to'g'ri javob bu ham ikkinchisi. 3-chi savolga to'g'ri javob bu ham ikkinchisi. 4-chi savolga to'g'ri javob uchinchisi. 5-chi savolga to'g'ri javob birinchisi. Qarang, mana shunga qisqacha izoh berib o'tay. Eng kerakli texnicheskiy osmotr deyapti. Samoxodni mashin kategoriya B, ya'ni texosmotrdan qancha vaqtda o'tish kerak shu ma'noni beryapti. To'g'ri javob один раз в год, ya'ni bir yilda bir marotaba texosmotrdan o'tish kerak. Xo'p, 6-chi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Qarang, mana shunga ham qisqacha izoh beraman. Bu yerda ko'rib turganingizdek kartinkaga qaysi biri to'g'ri deb yozgan. To'g'risi bu chalg'ituvchi savol hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ikkalasiga ham mumkin emas. Ko'rib turganingizdek ikkala kartinkaga ikki xil ikkinchi odam, biri oyog'i bilan chiqqan, ikkinchisi o'tirib olgan. Bu yerda to'g'ri javob uchinchisi, ya'ni перевозка людей на погрузчик запрещается, ya'ni mumkin emas. 7-chi savolga to'g'ri javob uchinchisi. 8-chi savolga to'g'ri javob birinchisi. Azizlarim, ko'rib turganingizdek tez aytib o'tib ketyapman. Sizlarga maslahatim, agar batafsil to'g'ri javobni polni yodlayman desangiz, bemalol videoni pauza qilib yodlashingiz mumkin. Endi rezultat bu ham ekzamen izdan va начало. Kategoriya B
8-belitga boshlaymiz. 8-belit birinchi savolga to'g'ri javob. Ikkinchisi qarang. Bunga ham qisqacha izoh, ya'ni eng kerakli savollarga bu yerda yozib qo'yibdi. Mana shu kartinkaga ko'rganingizdek, каких случаях разрешено, qarang, подъем груза при помощи только один вилки. Ya'ni bu yerda savol bitta vilka bilan mana shu holatda ko'tarish mumkinmi? Shu ma'nosida savol beryapti. Bu yerda to'g'ri javob запрещено, ya'ni mumkin emas. Agar siz ish jarayonida bo'lsangiz, mana shunga e'tibor qilasiz, ya'ni bu mumkin emas. Xo'p, ikkinchi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Uchinchisi savolga to'g'ri javob birinchisi. Xo'p, bunga ham qisqacha izoh, qarang. Savol: в каком случае? Xo'p, o'zbekchasiga birdan o'girib aytaman. Prinsipda odam tashish mumkinmi deb savol beryapti bu yerda. Mana xuddi kartingada ko'rganingizdek, traktorchi prinsipda o'qib olgan va prinsipda, ya'ni telichkada ikkita odam o'tiribdi. Telichkada hech qachon prinsipda odam tashish mumkin emas. Mana bu yerda to'g'ri javob запрещается во всех случаях, ya'ni qanday holatda bo'lsa ham mumkin emas deyilgan. To'rtinchi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Beshinchi savolga to'g'ri javob uchinchisi. Oltinchi savolga to'g'ri javob bu ham uchinchisi. Yettinchi savolga to'g'ri javob birinchisi. Va 8-savolga to'g'ri javob uchinchisi. Xo'p, rezultatni ko'ramiz. Yana qisqacha reklama buni o'tkazamiz. Ozroq vaqt oladi. Mana azlarim ko'rganingizdek, ekzaminizdan bo'lib chiqdi, ya'ni kategoriya B 8-belit to'g'ri javoblarni aytib o'tdim. Shu bilan videomiz yakunlanadi azlarim. Bu videoni agar yodlamoqchi bo'lsangiz, повтор, ya'ni qayta-qayta ko'rishingizni maslahat beraman. Ya'ni eng kerakli joylariga izoh berib o'tdim. Ana shularga e'tibor qilib yodlasangiz, yana qaytarib o'taman azlarim. Imtihon vaqti mana shu belit, ya'ni hozir men 5, 6, 7 va 8-belit to'g'ri javoblarni aytdim. Birma-bir to'g'ri keladi. Shaxsan o'zim mana shu ilova bo'yicha tayyorlanib ekzaminni topshirganman. Xo'p azlarim, keyingi sonda nasib 9, 10, 11 va 12-belitlarni to'g'ri javoblarini aytib o'taman, ya'ni kategoriya B'ni. Shuning uchun agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpiska va bitta like bosib qo'yishni unutmang. Yaqinlaringizga iloji boricha podelitsiya qilib tarqating. Agar ular ham prava olishmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu to'g'ri javobdan foydalanishlari mumkin. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.